Dasturimiz davom etadi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar yoshlarning ta'lim olishi, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Ayniqsa har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni sifatida belgilanishi bu boshlangan ishlar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida Buxoroda ham mas'ullar yoshlarni eshitishmoqda. Ular bilan ochiq muloqotlarda ishtirok etmoqda. Mamlakatimiz yoshlarning jamiyatdagi o'rni, bugungi kun va kelajakdagi yutuqlari davlat miqyosida qo'llab-quvvatlanib, ularga keng imkoniyatlar eshigi ochib berilmoqda. Ayniqsa, davlatimiz rahbari tomonidan yurtimiz bo'ylab har payshanba kuni yoshlar kuni sifatida belgilab berilishi barcha darajadagi rahbarlarni ertamiz egalari bilan muloqot qilish, ularning orzu-istaklariga quloq tutish va muammolariga yechim topishdek ezgu va xayrli ishga safarbar etdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi mutasaddilarining Buxoroga tashrifi ham ayni yo'nalishdagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Vazir o'rinbosari dastlab Buxoro davlat Pedagogika institutining harbiy ta'lim fakultetida bo'lib, talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. O'z navbatida u harbiy tayyorgarlik bo'yicha yoshlarning ko'rgazmali chiqishlarini ham bevosita kuzatdi. Tadbir doirasida institutda general va yoshlar uchrashuvi ham tashkil qilindi. Oliygoh talabalari ushbu muloqot maydonida vazir o'rinbosaridan tizimda yoshlarni ishga qabul qilish tartibi, harbiy kadrlar uchun qo'yiladigan asosiy talablar, iqtidorli talabalar uchun taqdim qilinadigan imtiyozlar haqida to'liq ma'lumot olishdi. Qizlar bo'yicha harbiy sohada qanaqa imkoniyatlar yaratib berilganini so'radim va o'zimga juda kerakli javoblarni oldim. Men o'zbek sportning o'zbekcha san'ati turi bo'yicha 2 karra jahon, 2 karra Osiyo chempioniman va sportning kickboksing turi bo'yicha sport ustasiman. Mening bu sohaga qiziqishim juda yuqori va kelajakda vatanim uchun xizmat qilishga tayyorman. Generallikkacha bo'lgan yo'l, ushbu sinovlarda toplangan tajriba haqida tasavvurga ega bo'lish yoshlarning o'z yo'lida dadil odimlashi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ochiq muloqotda vazir o'rinbosari mamlakatimizda harbiylarga bo'lgan e'tibor xususida ham alohida to'xtaldi. Davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, olg'a intilish, oliy maqsad bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. 24-fevraldan buyon har hafta payshanba kuni bizning institutimizdan turli davlat tashkilotlaridan rahbarlardan yoshlarimiz bilan, talabalarimiz bilan uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Mudofaa vazirining o'rinbosarlarini shaxsan o'zlari kelishlari bu talabalarimiz uchun katta bir motivatsiya beradi degan umiddamiz, chunki ular bo'lajak pedagog sifatida ularda vatanparvarlik ruhi, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Chindanda bu kabi muloqotlar yoshlarning shijoati va g'ayratini oshirishda muhim tashabbus deyish mumkin. Eng asosiysi, bunday uchrashuvlar talabalarning tanlagan yo'lida yanada qat'iyatli bo'lishi uchun mustahkam zamin yaratadi.